Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universitetida buyuk o'zbek mutafakkirlari Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunlariga bag'ishlangan O'zbekiston milliy merosi kuni madaniy-ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tdi. Har yili universitetimizda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkaziladi. Asosiy maqsadimiz talabalarimiz orasida o'zbek adabiyotiga bo'lgan qiziqishini yana ham oshirish hamda buyuk ajdodlarimiz qoldirgan boy merosni keng targ'ib qilishdir. Tadbir milliy madaniyatni targ'ib etish, yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hamda o'zbek adabiyotining boy merosini keng namoyish etishga qaratildi. Unda talabalar tomonidan buyuk shoirlar asarlaridan she'riy chiqishlar, jonli musiqiy va sahnaviy kompozitsiyalar namoyish etildi. Shuningdek, milliy mavzulardan ilhomlangan talabalar ijodiy ishlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Ismim Sardorbek Hamzayev. Bugun universitetimizda bo'lib o'tayotgan milliy meros kunida men jadidlarimizni xotirlab, jadidlarni olib ketganlar nomli she'rni ijro etdim. Bu she'r Abdulla Qodiriy haqida yozilgan bo'lib, u zotning qilgan ishlari va umrining oxirida qanday qatag'on qilinganligi haqida qisqacha yoritib berilgan. Bu she'rni o'qish orqali yoshlar yoki insonlar o'zlarining avlodlarini, ya'ni o'tib ketgan jadidlarning qanday buyuk ishlar qilganligini, ulardan nimalarni o'rganish kerakligini bemalol tushunishlari mumkin bo'ladi. G'azallar to'qirdim senga bir zamon, qo'shiqlar aytardim tunlar boshingda. Bugunchi o'zga baxt, o'zga bir inson, o'zga bir muhabbat turar qoshingda. Otamakonim, onajon okam, O'zbekiston jonim qo'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman deydi poyangga. So'roqsiz indamay men behayo qiz, kechirgaysiz kelishga jur'at etdim. Ko'ngil armoni kel, maqsadga yetdim. Nechuk bezotasan, barvaqt turibsan. Ishq makonidan bo'lgan azaldim. Quloq soldingmi? Yolg'iz men emas, yurt, samot, yer, koinot, avtoda butun jonlik va jonsiz zavq olmagan kim? Ko'ngil ilhomchisi sensan azizim. Bularning barchasi senga atalon. Xudo bilsin, so'zingiz balki olg'on. Nechuk? Xo'sh. So'nggi chog'da kam namosiz, g'arib bechora mingir, siz samosiz. Yoningda bo'lmoq orzuyim ertayu kech. Faqat naylay ilojim topmadim hech. Ariq qazimoqdamiz, cho'llarda ish ko'p. Robotu madrasa, yo'llarda ish ko'p. Yumushdir yerdagi har zarra tuproq. Navoiy ijodi bilan o'zi avvaldan tanishman, ya'ni yosh kitobxon ko'rik tanloviga qatnashganman o'zi va shu sababli Xamsa asarini o'qib chiqqanman. Xamsa asarini o'qigandan keyin mana shu Alisher Navoiyni yozish usuli, uni qahramonlarni qanday gavdalantirib berishi hammasi oldindan tanish bo'lgan. Va Guli obrazida bu obrazda Guli Alisher Navoiy haqida qayg'uradi. Alisher Navoiyning dushmanlari haqida gapiradi. U qanchalik qiyinchiliklarni boshdan o'tkazayotganini o'zi his qiladi. Va bu asarni Xamsa asarini o'qib chiqish bu obrazni gavdalantirishga juda ham katta yordam berdi.